kuniga 100 ming so'mdan, oyiga esa 3 million so'mdan tushadigan 2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomat. 4 ta yaxshi archa balon qo'yilgan, kraskasini xohlagan ustingizga tekshirtirib oling. Top-toza, holati yaxshi obshipkalari. Bonusiga bitta evakuator hamda bitta chexol. Xo'p, video registrator bor. Tarbetkalar yaxshi holatda, rulga chexol taqilgan, 4-pokoleniya metan do'stlar. Boshlang'ich to'lovga xohlang yaxshi holatdagi Nexia 1, Nexia 2, Spark, xo'p, Matiz, Damas mashinasi bo'lsa ham bosh to'lovga olib qolamiz. Mana shu ko'rib turgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomat mashinasini bosh to'loviga. Undan tashqari bizda sotuvda boshqa avtomobillarim bor do'stlar. Pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana motor holati ko'rib turibsizlar. Yaxshi turibdi. Nexia 3. Bosh to'lovi esa kerak bo'lsa $200 Cobalt avtomatdan chiqazib beraman. Ofisga kelsangiz, qolgan ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, charchamanglar, sog' bo'linglar.